Hürmetlik vatandaşım, bugünkü leksiyimizni başlayımız. Leksiyini başlaştın. Avval Çavuşen yana 9. ayının 7. günü yadro kurallarını sınav kıldı. Bu münasebet bilen Yaponiya, Amerika, Kore hükümetleri ciddileşti. Şu qatada Xitay hükümeti mu qarıştırdıqanlığı doğrusunda bayanat ilan qıldı. Bu bir rangvazlık, bu bir sahtepazlık. Dünyada azı yürgen bir xil siyaset, men oylayman ki Xitay bilen birleşip Çavuşenni çekleş. Xitay bilen birleşip Kore yoki Çavuşen aralığını yadrosuzlaştırış bu bir ahmakane siyaset. Çünkü Çavuşen Xitayning qo'lidagi ko'z. Çavuşen demek Xitay, Xitay demek Çavuşen. Qaçaniki dünya vaziyetida to'sqinlik uchirganda, qiyin ahvolga tushib qolganda, har qatim Çavuşenni ko'zir qilib ko'tarib chiqib, dunyo vaziyatiga ta'sir ko'rsatmoqchi va Amerika jungo munosabatiga, Yaponiya jungo munosabatiga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Bu qatim o umumiy jihatni aytganda 5-qatim, keyin aytgan 2-qatim yadro portlatgan bo'ldi. Endi biz navbatdagi ikkinchi bir xabarimiz kelamiz. Bu xabarni biz vatandoshlarga xo'sh xabar deb aytamiz. Uyg'ur vatandoshlar, sizlarga xo'sh xabar. Tuvandagi leksiyaga diqqat qilinglar vatandoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining ikki parcha terroristlar tizimligida Sharqi Turkiston islom harakati butunlay ko'rsatilmagan. Demek bu mavzunun özüden qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlarining tayyorlagan ikki parcha dunyoviy terroristlarni tizimlash tizimligida Sharq Turkiston islom harakati tashkiloti ko'rsatilmagan. Biz Sharq Turkiston islom harakati tashkiloti bormi yo'qmi deb savol qo'ymaymiz. Fakat Sharq Turkiston islom harakati tashkilotini 2002-yil 2-ay 8-ayning 26-si bu hujjatda tuvandagi maqolani xabarning tuvandagisi nima debdi bu 2002-yil 9-ay debdi. Bu yerda vaqtda bir xatolik, aniqsizlik bo'lishi mumkin. Şu vaqtda terrorist tashkilot deb belgilagandan keyinki 10 yil ichida Xitoy hukumatı bu fursatdan foydalanib Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining shu vaqtlik pozitsiyasidan foydalanib 10 yildan beri Uyg'urlarni qirg'in kelib qoldi. Qirg'in qilib keldi. Endi bugun biz sizlarga anlatadigan xabarning mazmuniga diqqat qilinglar, hurmatli vatandoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining ikki parcha terroristlar tizimligida Sharq Turkiston islom harakati butunlay ko'rsatilmadi yoki butunlay kirgizilmadi. Mavzuli xabar 9-ayning 9-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Aloqador matbuotlarning xabar qilishiga asoslanganda Jungoning davlat raisi Xi Jinping 9-ayning 3-kuni 20 davlat guruhi boshliqlari yig'ini Hangzhou yig'iniga qatnashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama bilan suhbat o'tkazganda terroristlarga qarshi turish jihatda hamkorlashish to'g'risida to'xtalganda ikki taraf, mayli Amerika taraf, Xitoy taraf terroristlarga qarshi turish jihatda hamkorlashish masalasi bo'yicha to'xtalganda Amerikaning 13224 nomerlik ma'muriy buyrug'iga asoslanib Sharq Turkiston islom harakati tashkilotini terrorist tashkilotlar tizimligiga kirgizganligini hamda bu tashkilotni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1267 nomerlik komitetining 11 sal jazolash tizimligiga kirgizishni qo'llaganligini, buningdan Jungo tarafning hozirlanganligini bildirib o'tdi. Demek Prezident Obama bilan Rais Xi Jinping uchrashganda ayni chog'da Sharq Turkiston islom harakati tashkilotini terrorist tashkiloti kirgizganligini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining. Shuningdek keyin Jungoning bunda qarordan hozirlanganligini bildirib o'tdi. Xabarda tilga olingan 13224 nomerlik ma'muriy buyruq sobiq prezident George Bush apandi davrida 11-sentabr terroristlar hujumi yuz bergandan keyin 2001-yil 9-ayning 23-kuni
13.224 numurluq məmuri buyruqni e'lon qilish Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining terrorist tashkilotlar va terrorist shaxsiylarni tunishning bir xil vositasi edi. Bunun yana bir şəkli Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi belgilagan terrorist tashkilotlar tizimligi edi. Demak, bu yerda ma'muriy buyruq bilan qaysi bir tashkilotni terrorist deb belgilash bu bir xil shakl. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining qonun chiqarib yoki boshqa yo'llar orqali qaysi bir tashkilot terrorist tashkilot deb belgilashi bu boshqa ish. Lekin har ikkilisi Amerikada shundaq organ, shundaq belgilashga huquqli organlar. Jungo taraf tilga olgan, bu qatim suhbatda Jungo taraf tilga olgan Sharq Turkiston Islom harakati keyingi terrorist tashkilotlar tizimligida yo'q edi. Jungo taraf tilga olgan, bu qatim tilga olgan Sharq Turkiston Islom harakati tashkiloti keyingi terrorist tashkilotlar tizimligida yo'q edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi aloqador taraflarning tushuntirishiga asoslanganda Amerikada terrorist tashkilotlar va terrorist shaxsiylarni ko'rsatib belgilaydigan ikki nopozliq organ bor edi. Amerikaning ko'chmanlar va davlat tabialigi qonuniga asoslanganda aloqador tashkilotlar chet ellarda faoliyat qiladigan terrorist tashkilotlar deb belgilanadi. Agar terrorist deb qaralsa, shuningga munosabat, ya'ni terroristik harakatlarga aloqador tashkilotlar chet ellarda faoliyat qiladigan terrorist tashkilot deb belgilanadi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining belgilamasi edi. 13.224 numurluq ma'muriy buyruqqa asoslanganda nihoyatda keng amaliy gavdalar, jumladan terrorist tashkilotlarning bir qismi hisoblangan shaxsiylar, pul bilan yordam qilguvchilarni va qanot ostiga olgan shirkatlarni va boshqa amaliy gavdalarni alohida muqimlashtiradigan yer shari xarakterlik terrorist tashkilotlar deb belgilaydi. Demak, ikki organ ikki xil belgilash yo'li bilan belgilaydi. Sharqiy Turkiston Islom harakati 2002-yil 9-oyda bu yerda muxbir xatolashdimi qandaq? 8-oyning 26-27 kunlari. 2002-yil 9-oyda alohida ko'rsatilgan yer shari xarakterlik terrorist tashkilot deb belgilangan hozirgacha bu tizimlikdan chiqarib etilmagan. Diqqat vatandoshim. Sharq Turkiston Islom harakati tashkiloti 2002-yil 9-oyda alohida ko'rsatilgan yer shari xarakterlik terrorist tashkilot deb belgilangan. Hozirgacha bu tizimlikdan chiqarib etilmagan. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi 9-oyning 7-kuni Amerika Ovozi radiosining muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf navbatda Jungo taraf bilan asla Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini terrorist tashkilot deb belgilaydigan kelishim imzolamadi. Diqqat vatandoshim. Yana bir takrorlayman. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi 9-oyning 7-kuni Amerika Ovozi radiosining muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf navbatda Jungo taraf bilan asla Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini terrorist tashkilot deb belgilaydigan kelishim imzolamadi. Diqqat vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Uyg'urga ko'ngil bo'lishi boshlandi. Deylik, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Uyg'urga ko'ngil bo'lishi izchillashdi, davom qildi deylik. Bugun Prezident Obama hukumati Xitoy taraf o'ttirib qo'ygan Sharq Turkiston Islom harakati terrorist tashkilotiga hamkorlashib qarshi turishdan iborat bu talabni garchi xabarda ko'rsatilmagan bo'lsa-mu, Prezident Obama bu qatim Hangzhou yig'iniga qatnashganda keskin rad qildi.
Vatandaşlarım, yakından beri Amerika-Cungo münasebetiga yakından dikkat kılın. Dünyanın özgür vatkan vaziyetiga yakından dikkat kılın. Bugün Uygurlar Prezident Obama vazife öteş müddeti ahırlaşkan bugün kunlarda Uygurlar terörist teşkilat deydigan ramkinin çıkarıp etildi. Uygurların qaysı bir teşkilatı terörist deydigan muqimlaştırılgan, halkaralaşkan, yarşarlaşkan ramkiden çıkarıp etildi. Bugün Uygurlar terörist emas. Men qo'shimcha qilay. Gerçi xabarda bo'lmasimi shundaq bir qo'shimcha, bir jumla qo'shimcha qilgim kelyapti, hurmatli vatandoshim. Milliy ozodlikni nishon qilgan har qanday millatning kurash qilish shakli har xil bo'ladi. Milliy ozodlikni nishon qilgan har qanday millatning kurash qilish shakli har xil bo'ladi. Men oxirini so'zlamay, buni siz tahlil qilib eling, hurmatli vatandoshim. Yaşasın Amerika.